Mana vetrogenerator, shamol generatori. Bu yangi kichik tezlikdagi shamollarni ham olib ishlash uchun mo'ljallangan. Pasportida juda katta quvvat bergan, lekin chiqayotgan simini o'zi ham uncha quvvat ko'tarmaydi. Примерно maksimalni berish quvvati 3 kilovat, примерно shunaqa. Lekin 48 volt, 48 voltgacha ko'taradi. Nagruska tushish, akkumulyator zaryadlash boshlaganda 24-36 voltgacha tushib ketadi. Bu kontroller bilan qo'yiladi. Bu faqat akkumulyatorni zaryadlash uchun ishlaydi. Setga berish uchun alohida invertorga moslash kerak. Invertor alohida vetrogenerator bilan ishlaydigan qimmat invertor bo'lishi kerak. Masalan, Growattda bor, Huawei'da bor bunaqa funksiya. Lekin bunaqani olib kelayotgan odamlar oddiy eng bo'lmag'ir invertor bilan olib kelyapti. Shunga ahamiyatli bo'lsak bo'ldi. Akkumulyator zaryadlash uchun. Bu endi yaxshi tarafi to'g'ri, kechqurun ham zaryadlaydi. Masalan, kechqurun ham o'chib qolsa, ko'k bu zaryad berib turadi, akkumulyator sal uzoqroqqa yetishi mumkin. Bir kishi o'zi 48 voltlik sistema invertorga, quyosh paneli gibridga shamol generatorini qo'shib ishlatamiz degan. Olib kelganda sistemani bu yer kontrollerni ko'rgan, mana 48 voltlik ekan deb o'ylagan, lekin bu 48 volt kirish, maksimalni 24 volt chiqazish bu. Mana hozir ko'rsataman. Mana batareyaga o'tsak 60 ampergacha, mana 21 voltda o'chasan deydi. 28 volt o'rtachasi, bu maksimalnisi. Endi mana maksimalnini ko'tarib ko'raman, nechagacha ko'tariladi ekan. Agarda ketdik 30 31 Ko'rasizmi, 35 ta уже qaytib boryapti sirasi. Bizga bu bo'lmaydi full. Agar bu 24 voltlik, bu 24 voltlik akkumulyatorni to'ldirish uchun xolosda bu. Lekin bizda sistemada akkumulyator 48, endi 51 litr железо masmat bo'lganligi uchun mana bunaqa. Endi buni xitoyliklar birga ishlaydi sistema deb jo'natib yuborgan. Shunga ham ahamiyatliroq bo'lasizlar. 28 da turadi. Shuning uchun olayotganda vetrogenerator bilan quyosh paneli, invertor, akkumulyator birga ishlaydi desa, hammasi bir-biriga sahbadat qiladimi, qilmaydimi bilish kerak. Bu rezistorni напряжение ko'tarilib ketib qolsa, akkumulyatorga berilayotgan kuchlanishni pasaytirib yoki rostlab berib turadi. Uzib, avtomat DC, uzib o'zgaruvchanligi. Bu rezistor nastroykasi qayerda edi?